Assalomu alaykum hammaga. Xayrli tong. Endi ana O'zbekistonimizda ham bir nima chiqibdi. Gold degani, ilgari sochlarni o'stirib bir qamalib ham chiqqan ekan. Keyin bitta sponsori bor ekan, Moshnapur aka. Moshina oldi sotib qilib yurar ekan. Erkabulonga birda vizib tashlayapti, bitta udariga yaramaysan deyapti. U narsani o'yin davomida ko'riladi. Uni tezroq o'yinni boshlash kerak-da, ikkovini ro'para qilib bir soldirib ko'rish kerak, qani qaysi biri yutadi. Erkabulan ham hazilakam odam emas. Gold endi yaqinda chiqqan bo'lsa, u Erkabulan ilgaridan tushirgan. Bilmay 7 yil bo'ldimi yo 5 yil bo'ldimi ekan taniganim o'sha bolani. Ular hali vizib tashlamasdan haligi gap bilan emas, amalda bajarish kerak. Shuning uchun aka deb PR qilib chiqavermangda. Iloji boricha shu tezroq ro'para qilib qo'ying. Qani bitta udariga u Erkabulan yotarmikan ko'ramiz. Keyin o'shanda bitta udariga yotdi deb maqtansangiz arziydi. Hozirgi holat arzimaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.